Passiv yaxshidan aktiv yaxshiga. Abdori Mustafa İslam oğlu. 3-chi bab aktiv yaxshi bo'lish uchun 3O formulasi. 3-chi ufq. Ufq sahibi bo'lish mavjudi qimmatdir. Aktiv yaxshilardan bo'lishdiki 3O formulasining umidi va uyumchanlikdan keyingi 3-chi omili ufqdir. Gorizontal yoki siziq ma'nosini bildiradigan ufq yiroqdan qaraganda osmon bilan yerning tutashgan nuqtasini ko'rsatadi. Ko'z nazarda tutilgan holda aytilganda ko'z ko'ralgan eng yiroq nuqtani, aql nazarda tutilgan holda aytilganda aql idrok qilib yetgan eng oxirgi nuqtani ifodalaydi. Biz nazarda tutgan ufq aql nazarda tutilgan ikkinchi ma'noda. Har bir insonning idrok ufqi o'xshash bo'lmaydi. Chunki har odamning tushunish qobiliyatimi o'xshash emas. Bir kishining o'zida idrok ufqi tunugun orqada bugun bir oz oldingi o'rinda, ati texmo oldingi o'rinda bo'lishi mumkin. Ya'ni inson aqlning idrok ufqini taraqqiy qildirg'ili bo'ladi. Taraqqiy qildirish uchun ajr qilingan har bir qobiliyatga Alloh uning loyiq iqtidorni berdi. Shunga aqlning aql yurgizish qobiliyatiga ega bo'lishi va bu qobiliyat joyida ishlatilishi lozim. Ufqi bo'lmagan bir aktiv yaxshining aktivligining foydasidan ziyni ko'p bo'ladi. Bu aktivlikning yaxshilik yaratish uchun mazkur shaxsning cho'nqur tushunish va his qilish, ya'ni to'g'ri mo'ljallash ufqiga ega bo'lishi kerak. Ufqi bo'lmagan aktivlik insonga tezlik baxsh etadi. Lekin bu sur'at insonni ostilashtirdi, ba'zida to'xtatib qo'ydi. Chunki tezlik aldirang'uliqdir. Aldirgan o'zining putiga putlashidi. Sur'ati tez kishi mazgilga tez o'lishidi. Aktivlik ufq bilan birlashsa, tezlikning o'rnini bir xil tartibli harakat oladi. Sur'at ojizlikdan xoli qilingan tezlikni ko'rsatadi. Tezlikning ojizlik kamchiligidan xoli bo'lolmagan holati aldirang'uliq bo'ladi. Ufqqa ega bo'lishning mavjudi qimmati paytga, ya'ni ma'lum bir vaqtga, ma'lum bir vaqtda bo'lib o'tgan vaqa hodisiga mahkum bo'lib bo'lmaslikda gavdalandi. Ufqsizlar paytning to'zaqlariga tezli tushib qoladi. Bu to'zaqqa tushkichi u vaqtni mutlaqlashtirib etadi. Zamonni mutlaqlashtirib etkichi o'zini shu paytning mahbusiga aylantirib qo'ydi. Shu vaqtdan boshlab u payt uning turmisida bo'ladi. U yerdan har qancha qilibmi chiqolmaydi. Mayli qanchalik boshqa tursin, so'zlasin, bir ish qilsin, cho'rgalab o'z joyiga qaytib keladi. Mana bu vaqtda u payt uning xalta ko'chasiga, tegi yo'q yeng'iga aylanadi. U bu hanga o'z roziligi bilan atlaydi va bu yerdan chiqolmaydi. Zamonga mahkum bo'lganlar keng qo'rsaqlik bilan muomala qila olmaydi. O'zgargan muhitlarga moslasholmaydi, chunki ular moslashish iqtidorini yo'qotib qo'ygan. Bu xildagi odamlar maqsadiga yetish uchun vosita almashtirishga to'g'ri kelganda qiynalib qoladi. Qo'lida faqat bo'lqil bo'lganlarga hamma masala mixqa o'xshash ko'rinadi. Bu so'z mana mushundaqlar uchun aytilgan. Bular masalaga qarab, vosita almashtirishning o'rniga qo'lidagi saymonlarga mos kelgidek masala izlaydi. Mos kelmaslikdan boshlangan bu xil bir vositada ching turib olish ahvoli oldidagi hal qilishga tegishli masalaning krizisga aylanishiga sabab bo'ladi. Vaqtga mahkum bo'lganlar har masalani krizisga aylantirib qo'ydi. Bundaq kishilarning masalalari hech tugamaydi. Amaliyotda barliq bu masalalarning orqasida ufqsizlik yotmoqda. Ufqsizlikning natijasidan biri bo'lgan zamonga mahkum bo'lib qolish kishini tafsilotlarda bo'g'ib qo'ydi.
Bundaq ahvalga duchar bolmaslik uchun tövəndiki haqiqatlarni aqlidan chiqarmaslik lazım. Mahkum bo'lgan u vaqt hayotning ichidagi bir qism xolos. Shaxsning hayoti o'zi tava bo'lgan jamiyatning hayoti ichida faqat bir parcha. O'zi tava bo'lgan ijtimoiy jamiyatning hayoti shu davrdagi barliq insonlar hayotini tashkil qilguvchi bir parcha. O'zini yangi davr insoniy deguchilar va bir davrdagi barliq insonlar insonlik dastoni ichida bir parchadir. İnsaniyetning mavjudlik dastoni umri necha milliard yil bo'lgan koinotning oldida bir parcha. Koinotning umri al-hay bo'lgan Allohning buningdan burunqi va buningdan keyinmi mavjud bo'ladigan cheksiz boqi hayotining oldida yana bir parchadir. Bu haqiqatlar quyoshdek aniq tursimi, parchalar ichidagi kichik bir parcha bo'lgan, chekchilikmi yaga ega bo'lmagan, bir vaqtga mahkum bo'lganlarga o'tmishda bir vaqtda yuz bergan voqea hodisiga ching esilib olganlarga nima deyish kerak? Ufqsizlikning natijasi bo'lgan vaqtga mahkum bo'lib qelish, mazkur paytga xos bo'lgan haqiqatlarni mangulik deb qarashni keltirib chiqirdi. Halbuki payt mansub bo'lgan shu vaqtning bir parcha rasmidir. Hargizmi shu pet qolmaydi. Xoliq bo'lgan Allah har vaqt yangidan yaratib turadigan Allohdir. Kelajakni yaratquchimi yana Allohdir. U kelajakni yaratganda kishining shu vaqtdagi holatini ish harakatiga diqqat qiladi. Zamanға mahkum bo'lgan kishi o'zini zamanға mahkum qilish bilan tang o'ziga badduo qilganligidan bexabar yuradi. Hayotning ufqi oxiratdir. Ey talib, ufq eng negizlik iymon asoslaridan biri desam, qanday qaraysan? Ufq eng yiroq manzilni ifoda qiladi. Bu sababdan ufq sohibi bo'lishni, yiroqni ko'rish deymiz. Undaqda, ey talib, bir mo'min uchun hayotning ufqi nima deb so'rsam, nima deb javob bersan? Hayotning ufqi oxiratdir. Eng buyuk ufq oxiratga iymon bo'lib, oxiratni inkor qilish eng xatarlik ufqsizlik. Chunki oxirat hayot safarining oxirgi bekitidir. Buning aksini da'vo qilganlik bir dunyolik bo'lish deganlik bo'ladi. Bir dunyolik bo'lish insonning sharafiga qartilgan jinoyatdir. Chunki inson hayotining faqat bu dunyodan iborat ekanligini da'vo qilish insonni qurt qo'ng'izlar bilan o'xshash ko'rganlik bo'ladi. Buning oxiri materialist pan-iloizm va axloq inkorchiligini keltirib chiqaradi. Hozirda insonga qilingan buningdan ortiq yomonlik bo'lmaydi. Oxirat mu'minlarning ufqidir. Mu'minning ufqidan oxirat chiqarib tashlanganda boshqa hech narsa qolmaydi. Mu'min qilgan har bir ishining javobgarligini ustiga oladiganligiga ishonib turib qiladi. Basqan har bir qadamini o'ylashib bosadi. Ular bu jahonga ega bo'lish uchun emas, balki shohid bo'lish uchun kelganligini biladi va ishonadi. Barliq vahiylar muhattablarni oxirat ufqiga ega qilishni maqsad qiladi va hisobini beralugidek bir hayotda yashashga chaqirdi. Chunki bir hisob kuni bor. Bir mu'min sura Fatihani har qatim o'qigan vaqtda Allohning oxirat kunining egisi ekanligini doim iqror qiladi. Qur'on va vahining markazida biz o'ylaganimizdek Allohning borligiga isbot emas, balki oxiratning haqiqatan borligiga isbot o'rin olgan. Qur'onda qaysi temada so'z qilingan bo'lsa, oxirda yana oxiratga kelib to'xtaydi. Buningdagi maqsad muhotabida oxirat ufqini shakllantirish. Payg'ambarlarning ufqi oxirat bo'lib, qilgan vaz nasihatlarining maqsadi insonlarni oxiratga ulashgan bir hayot ufqiga ega qilish.
Vahiylar buning uchun nazil qilingan. Kim Allahның vahiylardan yüz o'riydigan, uning hayoti tar, ya'ni xotirjamsiz bo'ladi. Qiyomat kuni uni biz ko'r qo'piramiz. degan oyatida bu haqiqat bayon qilingan. Rasulullahның bir ömürlük tirishchanligining mutlaq ko'p qismida insonlarni bu ufqqa ega qilish asosiy o'rinda turadi. Rasulullahның javobgarlik tortilishdan burun o'zinglardan hisob elinglar degan ogohlantirishi buning bir parchasi edi. Payg'ambarning ufqida oxirat bor. Hira teg'iga qarab mangan Abdullah o'g'li Muhammad oldi bilan amin bo'lgan edi. Uning gap so'zlari va ishlaridan inson qarindoshlariga ziyon kelmaydi. Bu asosda u Iqro ufqiga yuksaldi. Bu ufqda u yolg'iz bu dunyolik bo'lishdan halqib, avval ikki dunyolik, eng oxirida oxirat olimining insoni bo'ldi. Oxirat Rasulullahning hayot ufqini o'rab turgan bir haqiqat edi. U oxirat ufqiga ega bo'lishga shundoq ahamiyat bergan bo'lib, bu dunyodagi vaqtida ba'ayni oxiratga tava birsidek yashagan edi. Gap qilgandimi, bu dunyolikdek emas, oxiratlik birsidek gap qiladi. Bu dunyodagi shaylar bilan bo'lgan munosabatimi xuddi u dunyolik bir insonninkiga o'xshaydi. Buni bu dunyodan menga faqat 3 narsani yaxshi ko'rgizildi degan so'zlardan, ya'ni dunyo va oxirat oldimga qo'yildi, men oxiratni tanladim degan so'zdan ko'ramiz. Buni oxirgi nafsini berib atqanda so'yinish ichida muborak do'stlarning yeniga degan so'zlardan bilib olaymiz. Yasir oilasi Makkada faqat sherik keltirishni rad qilib, tavhidga iymon etganligi uchun qiyin qistoqqa elingan edi. Ular yozning to'miz issiqida cho'g'dak qizigan cho'l qumlari va toshlar bilan qiyin qistoqqa elingan bo'lib, chidiqsiz darajada azoblaydi. Har qitimliq qiyin qistoq oxirlashganda Allohning payg'ambari ularga sizlarni qutqizishni planlayapman demasdan, balki sabr qilinglar Yasir oilasi, jannatda jam bo'lasizlar deydi. Bu nabaviy bir tarbiya edi. Ularga ko'rsatilgan manzil bu dunyo bo'lmasdan oxirat ufqi edi. Qizi Fatimaning qo'llari yorg'unchoq cho'rgilitib bo'lolmay qopirib suv o'rlab ketgan edi. Bu holni ko'rgan Hazrati Ali Xaybarda ilingan g'azinalarni nazarda tutgan holda, dal payti dadangga berib aytqin, balkim sana biror yordamchi berib qala degan edi. Payg'ambarimizga qopirib suv o'rlab ketgan qo'llarini ko'rsatib, talpini aytganda, yurak parisi qizg'a, men sana uningdan xayrlik narsani deb beraymi dedi va uningga har kuni subhanalloh deb tavhid engini hamisha tirik tutishni, alhamdulillah deyish orqali Allohning bergan ne'matlarini esiga elib turishni, Allohu akbar deyish orqali paytga mahkum bo'lishdan qutqizadigan Alloh engini tirik tutishni tavsiya qilgan edi. Bu orqali qizining dunyolik istaklarini chiroyli rad qilib, uningga texmo oliy bir ufqni ko'rsatgan edi. Tunji Qur'on naslining ufqida oxirat bor edi. Madinada yuz bergan bir voqeani tunji Qur'on naslining ufqini ko'rsatish uchun naql qilayli. Ansardan birining xormisi yetimga atadorchilik qilgan bir yo'qsul qo'shnisining beg'iga sangilabdi. To'kilgan xormalarni qo'shnisining balasi yebdi. Bir kuni bu bog'ning egisi g'azablangan holda kelib, yig'ilgan xormalarni tortib oldi va bu balalarni urdi. Bu vaqa payg'ambarimizga yetibdi. Rasululloh heliqi bog' egisini chaqirtibdi va uningga beg'idagi bu xorma daraxining mevasini vaqf qilsa, oxiratda Allohning uningga bir bog'cha berish uchun duo qiladiganligini aytdi.
bu odamning dunyolikdan mehrini uzalmaydigan biri ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu odam bu fursatni qochirib qo'ydi. Bu voqeani anglagan Uhud g'ozisi Sobit bey Daxta al-Balavi buloqdek eqiyotgan ko'z yoshlari bilan kelib Rasulullohga "Men shundoq qilsam, menga duo qilib qo'yamsiz?" deb so'raydi. Uning ufqida oxirat bor edi. U kishi Madinadagi eng qimmatlik xo'rmizorliqidan biri bo'lgan xo'rma beg'ini vaqf qilib o'tdi. Ufq bir xil ommaviy qimmat. Ufqi bo'lgan kishilar ufqi bo'lmaganlardan tanlanib, ayrilib chiqadi. Ufqi bo'lgan kishilar beshiga kelgan moddiy kelishmasliklarni ma'naviy shakldagi fursat deb biladi. Dunyoviy musibatlardan jannatning puruqidek xush puroqlarni yedliy oladi. Vujudidagi kasalliklarni ruhiy shifoga aylantira oladi. Iqtisodiy krizisnimi ma'naviy fursatga aylantiradi. Ular boshqalar ojiz ko'rib, yiroqlashgan kishilarni yaramliq qilib chiqqili bo'ladigan kishilar deb qaraydi. Ufqi bo'lmaganlar beshiga kelgan moddiy kelishmasliklarni ma'naviy shakldagi fursat deb qaray olmaydi. Bu ufqda tursin, oldiga kelgan tayyor fursatlarni musibat deb qaraydi. U mushundaq tushungachga fursatlar musibatga aylanib qoladi. Musibatlardan keyin ega bo'ladigan yaxshilikni o'ylamaydi. Aksicha, oxiratlik yaxshi ishlarni dunyolik musibatga yem qiladi. Vujudidagi kasalliklarni ruhiy shifoga aylantira olmaydi. U vujud kemisining rolini ruhiga tutqizmasdan badaniga tutqizib, ruhiga kemidagi xizmatkordek muomala qiladi. Natijada badanidagi kasalni ruhiga yuqtiradi. Iqtisodiy krizisni ma'naviy fursatga aylantirishning o'rniga krizisni texmi cho'nqurlashtirib, ma'naviy krizisga aylantirib qo'ydi. Kim Allohga taqvodor bo'lsa, Alloh bu bandasi uchun bir chiqish yo'li berdi va uningga hech o'ylamagan yerdan rizq berdi. Talaq surasi 2-3 oyatda bishorat berilgan haqiqatni unutdi. Ufqi bo'lgan ommaviy tashkilotlar, ya'ni jamiyat va vaqf, ufqsiz ommaviy tashkilotlardan ayrilib turdi. Ufqi bo'lgan ommaviy tashkilotlar ufqsiz ommaviy tashkilotlarga qaraganda yaxshilik harakatida hamisha oldingi o'rinda turdi. Ufqning eng muhim to'hfasi do'stini haqiqiy ma'noda dushmandan ayirib chiqqan haqiqiy bir biz idrokidir. Bu idrok do'stini bir-biri bilan talash tortishdan saqlab qoladi. O'z ichiga talash tortishga tushganlar qandoqmi dushman bilan jang qila olsin? Dushmanni aniq ayriya olgan o'z ichida talashmaydi. Bu ufq bilan munosabatlikdir. Bagliklar ichida noiti kichik bir baglik bo'lgan Osmonli baglikining imperiya bo'lishiga turtki bo'lgan sir mana bu yerda. Hamma baglik qo'shni baglikni yo'q qilishni nishon qilganda Osmonli bagliki o'zining kichik bo'lishiga qaramay bir nishonni maqsad qilgan edi. Bizanus, ya'ni Sharq Rim imperiyasi o'zidan 250 hassa ko'p askariy kuchga ega bo'lgan Qaraman o'g'illari oxiri tarix batlariga ko'milganda, uningdan 250 hassa kichik bo'lgan Osman o'g'illari 600 yil jahon so'rgan buyuk bir imperiyaga aylangan. Ufqi bo'lgan ommaviy tashkilotlar insonlarning ufqida doim ufq bo'lib ko'rinadi. Boshqa ommaviy tashkilotlar ufqqa nazar tashlaganda eng boshda ularni ko'rdi. Ummat bo'lish aslida insonlarga ufq bo'lishdir. Chunki ummat bo'lish insonlarga o'rnak ijtimoiy jamiyat bo'lish deganlikdir. Ufqsizlikning mavjudi ziyonlari. Ufqsizlar zamonga mahkum bo'lganlardir. Zamonga mahkum bo'lganlar tafsilotlar qaynimida bo'g'iladi. Halbuki ular na daryolardan, na dengizlardan halqib o'tolmadi. Halqib o'talgan taqdirdimi yana shu bir qo'shiq suvda tunjiqdi.
Lekin tarix ular keçip ötken daryo dengizlarni yazmaydı. Faqat ular tunjiqqan shu bir qo'shiq suvni yozadi. Kishilarning birinchisini asli tutishi biroz tas bo'lishi mumkin. Ammo ikkinchisi kishilarning mengisiga nihoyat oson o'rnaydi. Ufqsizlarning ko'zi faqat ko'z oldidagi kichik sarangi tallarni ko'rdi. Uning parda orqasidagi cho'ng o'rmonlarni ko'rmaydi. Chunki ufqsizlik bir bütün gavdini nazardan saqit qilib, parchaning o'zini bir bütün gavda deb qarashdir. Bu ahvolda nazardan saqit qilingan cho'ng gavdining o'rnini parcha egallaydi. Shuning bilan bu parcha shundoq cho'ng ko'rinib ketadi-ki, uning orqasidagi bir bütün gavda ko'zdan g'oyib bo'ladi. Bu shu kichik parcha uchunmi, uning orqasidagi bir bütün gavda uchunmi bir zulmdir. Parchaga qilingan zulmdir. Chunki nazarda cho'ngaytilgan parcha amaliyotda yanada kichik bir parcha xolos. Kichik narsani cho'ng deb bilish, u narsani reallikda cho'ng qilmaydi. Faqat uni cho'ng yoki bir bütün gavda deb o'ylab qolgan kishini ozdirdi. Ya'ni inson o'z-o'zini aldigan bo'ladi. Eng xatarlik bo'lgan aldash insonning o'zini o'zi aldishidir. İnsanның o'z-o'zini aldishiga qarta tadbir elishi boshqalarning aldashlariga qarta tadbir elishiga qaraganda qiyin bo'ladi. Bir bütün gavdaga zulmdir. Chunki nazardan saqit qilingan bir bütün gavda hisobning sirtidagi butunlik bo'lib, nazar sirtidagi butunlikdan insonga hech qanday foyda yetmaydi. Bu yerda bir bütün gavdaning o'rniga shu gavdaga oid bir parcha qo'yilgan bo'lib, bu bir bütün gavdaga qartilgan bir jinoyatdir. Bunda qilganlarning tirishchanliklari, g'ayrati, tadbirlari bekorga ketgan bo'ladi. Binodan tushib ketgan bir kesakni quchoqlab o'ltirish bir bütün binoni asirganlik bo'lmaydi. Bütün diqqatini bir gavdadan ayrilgan bir bilak qartish, asli hujumning vujudga qartilganligini nazardan saqit qilganlik bo'ladi. Bundaq ojizlikqa mubtala bir qurilmaning o'z istiqomini qo'g'day olishi ba'zi mushkul. Ufqsizlikning ma'naviy ziyonlari. Ufqsizlar hujumlarga qarshi hech qanday tayyorligi bo'lmagan bütün gavdini bir yoqqa tashlab qo'yib, kichik kasallik alomatlari bilan avar bo'ladi. Bütün binoning o'li hujumga uchrayotsa, ularning dardi o'zlari turgan uyni qanday qo'g'dash haqida bo'ladi. Binoning o'li zarbaga uchraganligini bilib turibmi, o'zining zimmasiga o'tkazib olgan hujumlarni tashlab, binoning o'lini qo'g'dash kerakligini hech o'ylab yetolmaydi. Ufqsizlar ajdodlarining o'chig'idagi cho'g'ni emas, kulini qo'g'daydi. Oila o'chig'idagi o'tni o'chirish uchun boshqalarning to'p-to'p bo'lib hujum boshlaganligini ko'rdi-yu, bu hujumlarga qarshi turishning o'rniga bütün kuchini o'choqdagi kulni tashlab, cho'g'ni ko'tarib mang'allarga hujum qilishga sarf qiladi. Shunday qilib, o'zlari muqaddas bilgan o'choqni dushmanining o'rniga o'zi cheqib berdi. Hatto shu qadar o'zini yo'qotganki, o'choqqa tarat sundirib, leyni etish uchun odam izlaydi. Ufqsizlar yengilash va isloh qilishlarga qarshi burmilashni yaqlaydi. Har xil islohotga qarshi ko'ni muqamni to'laydi. Isloh qilg'uvchilarning inovatini to'kish uchun demagan yolg'on, choplamagan tuhmat, chiqarmagan fitna fasodlar qolmaydi. Yangilikqa qarshi tadbir elish uchun ko'na hamma narsaga saxta bo'lgan bir muqaddaslik va samaviylik tusi kirgizadi. Burunqi narsaning hammasi muqaddas, hozirgi yangiliklarning hammasi la'natga loyiq deb gap to'qiydi. Haqiqatning qimmatini yangi yoki ko'nlikdan olmaydiganligidek, haqiqatni unutib qoladi. Halbuki haqiqatda ching turish sobiq bo'lish bilan emas, balki haqiqatga sodiq bo'lish bilan munosabatlik. Ufqsizlar izlanishga qarshi taqlidni yaqlaydi. Ibodatga qarshi odatni mudofaa qiladi. Agar o'ttirda
asli va usul tartibiga munosabatlik bir masala bo'lsa, ular asliga, ya'ni asosga qarshi usul, ya'ni metodni ching tutadi. Agar metod bilan kichik modda bosqichlar orasida masala ko'rilsa, ular kichik tarmoq masalada ching turadi. Ufqsizlarning taqlidga ching yepishib, maqsad haqidagi izlanishiga qarshi turib, uningga hujum qilishning ostidagi illat yiroqni ko'rolmaslik. Ular har davrning bir haqiqati bor ekanligini tushunolmay kelmoqda. Allohning har vaqt yangidan yaratquchi xalloq ekanligini hazm qilolmayotidi. Ufqsizlar oq qorni ayrug'idek bir aqlga ega emas. Ayırıp olturmaydı. Yani bir bolsa hammani qar qo'yuq qabul qiladi yoki qar qo'yuq rad qiladi. Farqlarni his qilolmaydi. Masalan, dinning javhar, diniy tilning bir vosita ekanligidek haqiqatni qabul qilmaydi. Din ko'nirmaydi, til ko'niraydi. Buning uchun yengilab turish lozim. Qarallik oldi keladiganligi haqida bishorat berilgan müjjatdi, ya'ni isloh qilg'uchi haqidagi rivoyatlarning o'lida yotgan haqiqat mana bu. Ufqsizlar din tili yengilnishi lozim degichuni boshqalarga din yengilnishi lozim dedi deb tushundirdi. Ko'nrab qolmaydigan dinni yangi bir din, til, uslubda tushundirsa, buni boshqalarga xuddi yangi bir din tunishtirayotgandek tunishtirdi. Bu asosan bir jihatdan ufuq masalasi, yana bir jihatdan axloq masalasidir. Mana bu ufuqsizlikning axloqsizlikqa aylanib qoladigan nuqtasi. Ufuqsizlar zamonning sirtida yashaydi. Paranglar tilida ifodalasak, an'anarunik, ya'ni zamonga moslasholmaganlikdir. Zamanni yaratgan Allohning yaratgan har bir zamoniga bir xil tabiat baxsh etganligini his qilib yetolmaydi. O'zi yashayotgan zamonning tabiatiga qiziqib, uni bayqamaganlarni zaman eski bo'xchini cho'rib tashlagandek orqaga tashlab o'tadi. Zamanning shay'illari emas, balki egisi bo'lishning usuli zamanning tabiatini tepib chiqishdir. Payg'ambarlarning hammasi zamonning tarbiyachilari edi. Chunki ular o'z davrining eqinida axlat javodek eqib ketmagan edi. Aksicha, o'z davri oqadigan eqin yo'lini o'z qo'li bilan qazgan edi. Bu sababdan o'z davrining chakiri emas, me'mori, ya'ni barpo qilg'uvchisi bo'lgan edi. Ufuqsizlar iste'mol qilib tugatguchilardir. Chunki yaratish ufuq talab qiladi. U kelajak tasavvuri, umid, ajr talab qiladi. Tugatish uchun ufuqqa qilchilikmi kerak yo'q. Ufuqdan xoli oldimi favqulodda shaklda xo'ritib tugatgili bo'ladi. Hatto iste'mol qiluvchilarning eng oliy bo'lish uchun hech qanday ufuqi bo'lmasligi kerak. Ufuqsizlar harchilikmi bo'la olmaydi. Chunki harilar ulardek ufuqsiz bo'lsa edi, insonlar iste'mol qilgudek hasal topolmagan bo'ladi. Ular ömrünün hammasida yeydiganlardan necha hassa ko'p hasal ishlab chiqardi. Bu ba'zilarning ufuqining harchilikmi bo'lolmaganligini ko'rsatdi. Chunki ufuqsizlar qimmat yaratish masalasida o'zidan keyingilar u yoqda tursin, o'zining keyingiligi uchunmi bir narsa qoldirmaydi. Ufuqsizlar ba'zida o'z go'shini yemakchi bo'lgan idrok bemorlariga aylanib qoladi. Masalan, ufuqsizning nishoni namoz o'qimaydigan kishiga namoz o'qishni tashviq qilish emas, zaruriyat sababidan namozni chamlab o'qiganlar bilan kurash qilish. İmandan mahrum birsini qanday qilib iman egisi qilishdan ziyoda mu'minlarning ichidan ba'zilarni o'z mazhabiga, mashribiga, iqimiga, tariqatiga, jamoatiga qo'shib olish uchun barlig'ini sarf qilish. Bu tipik bir ufuqsizlik kesili bo'lib, buning davosi ufuqqa ega qilishdir. Davomi bor.